Assalomu alaykum hurmatli kanal kuzatuvchilari. Bugungi ko'rsatib o'tadigan xonadonimiz umumiy yer maydoni 600 soting tashkil qilyapti. Korpuslar bemalol ikkita oila mazza qilib yashashga sharoitlarni qilib qo'ygan ekanlar. Biz bilan bemalol bir ikkita mashinani qo'yib qo'yishga mashina bemalol sig'ib ketaveradi. Xonadonimiz 100% ta'mirdan chiqqan. Ko'rib turibsizlar, qaranglar. Kiraverishimiz bilan ikki yoq tarafimiz zilonli zona, chiroyli, ko'zga yoqadigan. Bu xonadonimiz bir etajli xush ko'radigan aka ukalarimiz uchun zo'r variant. Yana bitta yaxshi varianti bu, agar Yunusobod atrofidan agar domila bo'lsa, domilaga ham bemalol bu xonadonimizni barter qilsanglar bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib o'zingizlar chiroyli baraka qilaverasizlar. Asosiy xonadonimiz 9 ta xonani tashkil qilyapti. Umumiy 2 ta xonasi bor. Ko'rib turibsizlar, bu xonadonimizni o'ng tarafimiz ham, chap tarafimiz ham uyimizni seli katta yerto'la qilingan ekan. O'ng tarafimizdan boshlaymiz. Shu zinamiz orqali chiqamiz. Remontlarda umuman ish yo'q deyaptilar. O'zim uchun quruvdim deyaptilar. Bismillahirrohmanirrohim. Kiramiz, xuddi shunaqa hol kutib oladi. Mana bu joyimizda tepada mansardasiga ham xona qilingan ekan. Mana bu zina qo'yib beraman deyaptilar. Kiramiz, o'ng qo'ldan boshlay qolamiz. O'ng qo'limizda bitta xonamiz bo'lyapti. Qaranglar, chiroyli, yorqin aboylardan foydalangan ekanlar. Tashqari qaragan oynalarga ega o'zini. Ko'chamizga qaragan yana bitta xonamiz bor. Qaranglar, oppoqqina, boshqacha bo'lib turibdi. Xonalarimiz radiator orqali serkan. Yo'lga bo'ylab yurganimizda bizani bitta yana bitta xona kutib oladi. Ko'chaga qaragan. Qaranglar, yorqin aboylardan foydalanishgan. Ikkita agar oila aka-ukalar bo'lsa, mazza qilib yashasanglar bo'ladi. Keyingi xonamizga chiqamiz. O'ng qo'lda ikkita ketma-ketlikda xona joylashgan. Bu zalimiz bo'lyapti, qaranglar, mehmonlar kutadigan zalimiz. Chiroyli qilib qo'yganlar. Aboylari boshqacha bo'lib turibdi. Bundan keyingi xonamiz zalimiz orqali spalnimizga kiriladi. Spalnimizni kelib o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. O'ng qo'lda keyingi xonamiz yana bitta xuddi shunaqa. Hozir bardakka ozgina e'tibor bermaysiz. Undan keyingisi ichkarida mana ikkinchi spalni. Bu zalimiz bo'lyapti. Biz sizlar uchun harakat qilyapmiz. Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirib ketinglar bu uyimiz bo'yicha. Like bosish esingizlardan chiqmasin. Sohib Estet kanaliga obuna bo'lish ham esingizlardan chiqmasin. Yurishimiz bilan ko'rib turibsizlar, qaranglar. Sizlarni bu yerda mehmonlar kutadigan katta zalimiz kutib oladi. Boshqacha tashqari qaragan ikkita oynalarga ega. Bemalol oshxonadan ovqatinglarni olib chiqib, shu yerda mehmonlarni kutib olsanglar ham bo'ladi, qaranglar. Chiroyli qilib qo'yganlar. Bu yozgi oshxonamiz deyaptilar. Qozon o'choqlarni qo'yib qo'ygan ekanlar, keyin ular uchun chiroyli qilib qo'yganlar. Umuman rasxod qilmaysizlar, kelib faqat yashab oladigan joy. Mana bu joyimizni studiyni oshxona qilib o'rgan ekanlar, qaranglar. Qanaqa chiqqan. 1 dan 10 gacha baho berib yuborasizlar. Boshqacha gap bo'lishi mumkin emas. Bir like bosib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Buni tashqaridan kiradigan eshigi bor o'zini. Undan keyingi xonamiz ota-ona uchun mo'ljallangan spalnimiz bo'lyapti. Buni ham xuddi shunaqa tashqaridan kiradigan eshigi bor. Ko'rsanglar bo'ladi, mana spalnimiz.
buni o'zini saunuzeli hojatxonasiga ega. Bu sanuzelimiz. Mana kotelxonamiz bor-da, mana shu yerga joylashtirilgan. Alohida o'zini hojatxonasiga ega. Agar ushbu xonadonimiz kimgadir qiziq bo'lsa, pastda nomerni qoldiramiz. Aloqaga chiqib, o'zingizlar chiroyli baraka qilinglar. Xonadonimizni narxini $170 ming deb narxladik. Narxiga arziydimi, arzimaydimi? Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirib ketinglar. Xolisona fikringizni qoldiringlar faqat. Agar Yunusobod atrofidan domiylar bo'lsa, domiylarga ham barter qilsanglar bo'ladi xonadonimizni. Sizlar bilan Sohib Estate kanali bo'ldi. O'zingizlar ehtiyot qiling.